Vursunlar yollarım. Vursunlar. Salomatliklaring yaxshidir. Давар я дар аввал як калимаи тоҷикӣ ки навор ба тоҷико дахл надорад. Тонен гӯш кунед, фаҳмед, нафаҳмед, натонен гӯш накунед. Қону орсунlar, omonsunlar, qalqlarim borsunlar. Men bilaman birta ikkita eshitadi. Xohladim bir ikki narsani gapirib olay shu sizlarga. Alla aytgandek umrda hech kimga deydi-ku, nimasi yo'q, garantiyasi yo'q deydi. Shu uchun yo'llarim bir ikki narsalarni aytib olay sizlarga. Dunyoga ko'p tilla, ko'p millatlar, ko'plab millatlar yo'qolib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Mana shu agar 5-asrdan olib qarasak, to mana bu asrga davr 21-asrga davr olib qarasak, ya'ni 17-16 asr. 16 asrda ichiga ko'p millatlar yo'qolib ketdi. Oradan. O'zini millat boshqa millatlar bo'lib ketdilar. Shunaqa ko'p narsalar bo'ldi. Lekin mana shu asrdan shu 21-asrga davr aynan mana shu qalliq o'zini nomini shu 5-asrdan mana shu davr o'z qalliq nomini saqlab keldi. O'z qalliq nomini saqlab keldi. Tog'larning orasiga o'z qalliq o'sha huviyatini, o'zini o'sha kami ko'sa mana shu o'rislar aytgandek mana shu traditsiyalarini deydi-ku, mana shularni saqlab keldi. Buni qalliq qilib keldi. Lekin shu saqlashda ham ikki navi bor ekan, ya'ni ikki namudi bor ekan saqlashda. Mana shu saqlaysan-u, faqat o'zing bilasan-u va hech kim seni boshqa bilmaydi. Keyin saqlaysan-u, u uchun saqlaganing uchun o'zingni kimligingni na bir o'zing uchun saqlaysan, balki sen boshqalarga ham tanishtirish uchun saqlaysan. Mana shuni ikki nimasi bo'lar ekan. Ikki namud mana shu saqlash bo'ladi. Uchinchisi sotilish bo'ladi. Endi kelinga jonlarim, mana sizlarga savol. Rossiyaga desa, mana shu Rossiyaga ish bu desa, agar qalliq qaysi bir qishloqning ichidan to'ri kelib sumkalarni yig'ib, mana shu chelaklarni, choponlarni to'nini olib ishlagani ketadi. Endi buni nima uchun qiladi? Buni qardi uchun qiladi. Qarin uchun. Qarga bir ish bu desa, qalliq qardi uchun o'zini tartadi, o'shara boradi. Qarin uchun. Lekin qalliq degan bu nom, bu tarix, bu mana tojikisiga aytgan bu huviyat, bu milliyat, bu seni nomusing bo'ladi. Bilasan? Lekin o'z nomusing uchun sen nima qilding deb savol bersak, hech nima. Qalliq qardi uchun yashaydi bu dunyoga. Qalliq qardi uchun yashaydi. Hali bir tasini ham gapirsam, hay men qaribman, qo'limdan nima keladi deydi. Bir taydigasidan gapirsam, qoni hali biz yoshmiz-ku deydi. Biz nimani bilamiz deydi. Biz yoshmiz deydi.
Sen qachon qilasan? Yoshligingga qilolmasan, qarigandan keyin men qaridim desan. Men tushunmadim, sizlar qachon qilasizlar o'zlaringni, huviyatlaringni, o'zingni millatingni, o'zingni qaysi bir qaliqni so'ra, men ham bilmaydim-da shu narsalarni ko'pini. Qaysi bir qaliqni so'ra, qonchi tarixingni bilasan degan yo'q deydi. Lekin qaliq Koreyaga qarin uchun borgan. Koreya borgan qaliq qarin uchun. Qarin to'yg'ozgani borgan Koreyaga. Musurka tozalab yuribdi qaliq Koreyaga. Bilasizlar shuni. Mana shu qaliqlarni agar ko'rsang, bir-biringni tanisang, WhatsApp'laringga shu videoni taylab qo'ying, jo'llarim bir ko'rib chiqinglar. Lekin qaliqda sen 5-asrdan tarixing bor. 5-asrdan tarixing bor. 3 qaliqdan boshlanadi. 3 qaliq, buloq, 3 qaliq deb boshlangan 5-asrdan tarixing bor. Davlatdorliging bu, davlating bu 5-asrdan to 13-14-asrga davr sen davlating bo'lgan. Qaliq, bu seni tarixing desa, men ne bilaman? Men ne bilaman? Bo'lay bodi? Bu acha. Mana shuni qilib qo'yadilar, bo'l. Pulni ur, qardinga ur, bilmayman, boshqa joyinga urgun pulni. Dunyoga hamma yashaydigan inson tualet uchun yashaydi. Bu narsani yodlaringdan chiqarmanglar. Erta bilan to'ra kelganing ham yeyishing uchun, qarding och qolmasin, ya'ni ichishing kerak. Hop. Abetga davr, kechga davr yugurganing, qorong'ilarga davr yugurganing, yuk tashiysan, ko'cha supurasan, bo'q tozalaysan. Hamma shuni maqsading qishga och qolmay. Ya'ni qishga yeb ichish uchun. Dunyoga inson tualetda orqasidan yuguradi. Ki o balalarim och qolmasin, balalarim och qolmasin. O balang yeydi chishiyotdi, pillada erta yeydi, abetga chichadi, abetga yeydi, kechqurun chichadi, kechqurun yeganini erta bilan chichadi. 3 mahal chichadi, 3 mahal yeydi pillada. Neki insonga huviyat bu, nomus bu, nang bu, tarix bu. Sen agar bu narsani bilmasan, sen bu narsani balanga o'rgatmasan, sen bu narsani o'zing bilmasan, to'ra kelib bor hali bilmayman, bir ikkitasi bor millatlarni alishtiribdilar. Bu nimani alishtiradi? Ya'ni o'zingdan o'zing qocholasan, qocholmaysan. Sen agar millatingga bilmayman, Amerikanisi, o'risi, tojigu, nemisi nima yozsalar yozmasin, sen xalqsan. Sen faqat bir narsani yoshira olasan. Nimani bilasan? To'kilgan obro'yingni bilmayman, o'zingnikini bilmagandan keyin borib keyin boshqani tarixiga o'zingni borib bog'laysan. Men biz bana bu o'ziga bilmayman. Al bir ikkitasini ham o'sha o'zimnikidan ham bu. O'zim tojik qilgan. Nima uchun buni qiling dedim, so'radim. Balalaringdan tojikni gapiryapti. Nima buni qilyapsan dedim. Men tushunmayapman. Sen qaliqsan. Kimga kerakdi ki bu qaliqlik deydi-da? Kimga kerakdi deydi. Qaliq aytadi bu gapni, kimga kerakdi bu qaliqlik deydi. Qaliqlik ki senga kerak bo'lmasa, kimga kerakdi? Bir odam kelib senga, "Ma jonim, ina sen qaliqsan, ke mana sizlarni yeri, ina sizlarni obro'si, ina sizlarni huviyati, ina sizlarni pasportlaringga biz yozamiz" deydi. Agar shu tojiklar turmaganga edi, shu tojiklar shuncha borib Stalinlarni alliga kirmaganga edi, xiyol qilasizlar hozir Tojikiston bo'laydi. Ha? Bo'lmaydi Tojikiston. Lekin kim qildi buni? Mana shu yuzlab odamlar to'ra keldilar, jonlaridan o'tdilar.
öz millat, öz huviyati uchun mana shu yer ajraldi. Bo'lmasa o'z bir avtonomiya O'zbekiston bo'lib qolaydi. Mana shu bu dunyo o'zi dunyo muboriza. Sen öz huviyatingni o'zing bilmagandan keyin senga kim uni qilib beradi? Kim qilib bersin keladi? Hech kim qilib bermaydi. Yoki qalliqqa aytgan Koreyaga borayotibdilar, viza berayotgan Koreyaga borasan deb pasportni olib birinchi yuguradi. Koreyaga boray bir ko'rsam ishlav kelar. İnson öz huviyatini, öz millatini bilmagan inson ondan qo'y yaxshiki, qo'y hali ham öz huviyatini biladi. Qo'y echkini taqlid qilmaydi. Eshakni taqlid qilmaydi. Qo'y o'zini eshak qilgisi kelmaydi. Qo'y o'zini echki qilgisi kelmaydi. Sizlardan ko'ra qo'y yaxshi. Ki bugun sen qalliq o'zingni boshqa millat qilging keladi. Yo boshqa millatni tiliga gapirayotibsan borib. Go'daklaring bilan o'z qalliqligingni o'zing balanga o'rgatib olmayotsan. Yo seni ota bobolaring qalliq edi. Nima? Kam edi boshqadan. Boshqadan kam edi. Qilayotgan ishing nimada qallig'im? Ha? Agar angliz tilga gapir cho'ponlik qilayotsan yo kambay haydayotsan yo traktor haydayotsan o'shada. Tilingni alishtirganingdan sen hech kim olib kelib ana yora deputat prezident qo'ymayotibdi yora. O'shasan, o'sha bo'lsan. Shunchaki tilingni sotgansan, xolos. O'zingni sotgansan, millatingni sotgansan, huviyatingni sotgansan. Tamom bir predatelsan. Undan bo'lak boshqa narsang yo'q. Predatel deydi. Men dunyoga yurdim. Biron joyga aytmadimki men mana buman yo mana usuman. Qalliqman deyman. Nima bu qalliq deydi? Qalliq deganim tarixlardan olib kelib isbot qilib beraman, mana shu millatman men. Bu millat o'z yo'q-ku deydi, men borman deyman. Mana men borman-ku. Qanaqa bu millatni yo'q deyotsan? Bu uchun inson o'z millatini yaxshi ko'rish kerak. Bu uchun millatini yaxshi ko'rish kerak. O'zini kimligini bilish kerak inson. O'zini yaxshi ko'rish kerak. Ana u chenga aytadiki, "Ho, ana u inson, mana bu inson odam yo millat bo'lgan." Yo ko'tni buruv turuv bilmayman. Koreyaga ikkisi mo'ylik beradi, tualet tozalaydi desa, yugurib borasan. Neki o'z qalliqliging uchun o'zingni uyingga bir xizmat qila olmaysan. Bir balangni qalliqligini o'rgata olmaysan. Yo o'z vataningdan men qalliqman, men pasportima qalliq yozib ber. O'laysan ham nimaga buni qilyapsan? Men ku shu yerda odamman. Yo xohlaysan, xohlamasan yozib berasan buni. Yo biz to'planamiz, biz ovoz yig'ilamiz bir joyga. Biz so'raymiz hukumatdan. Yo arqam boqqa yotsang senga kelib birta qilib beradi. Kelib qilib beradi senga. Ina qilib beradi. Kelib senga. Buning uchun to'ra kelasan, yig'ilasan, qo'l qo'yasan. Mesela 700 ming urushdan alin. Urushdan keyin qaydga olingan qalliq 700 mingta qalliq qaydga olingan. Hozir bilasan nechta deydi. Biron marta statistikani o'qiysanki, qo'lman shu Tojikistonga qancha millatlar bo'ldi, qaysi statistika bilan yashaydi deb. O'qiysan? Yo'q. 7 ming. 25 ming laqay yozilgan, 7 ming qalliq yozilgan. Bilasizlar nima uchun? Sizlar ko'tlarni sotib ketgansizlar. Ko'tni qo'ldan ushlab turib ikki ko'tni qochib ketgansizlar. Millatlaringni alishtirgansizlar. Balalaring millatlarini alishtirgansizlar. O'zlaring millatlaringni alishtirgansizlar. Qarib 1 million qalliqdan bugun 7 ming qalliq yozganlar. Ko'ra ko'yinglar. Qolganing ham alishtiring o'zlaringni. Nima qilasizlar?
qalliq qilib. Foydasi yo'q-ku qalliqda. Benomussizlar, benomus. Bevijdonsizlar, beiymonsizlar. O'z millatini sotgan insonni unga iymon nima qaraydi? Unga vijdon nima qaraydi? Qallig'i til kimga kerakdi deydi. So'rasam. Menga kerak. Meni ajdodlarimni tili. Bugun qalliqni tarixi bilan dunyo faxr qilib yuribdi. O'zbekiston faxr qilib yurgan. Qalliq tarixi bilan Qozog'iston faxr qilib yurgan. Qalliq tarixi bilan Qirg'iziston faxr qilib yurgan. Bilasizlar? Qalliqni tarixi bilan Turkiya faxr qilib yuribdi. Qoraxonlik davlati bilan Turkiya faxr qilib yuribdi. Ki biz turklardan mana shunoq davlatlar bo'lgan, mana shunoq biz buzurg, ya'ni buyuk odamlar bo'lganmiz deydi. Turk millat mana shunoq buyuk odam bo'lgan deydi. Qalliqdan turk faxr qilib yuribdi. Qalliqdan o'zbek faxr qilib yurgan. Ko'tarib. Biz qalliqlarning avlodlarimiz deydi. Qalliqni o'zi turibdi tirik, ana Tojikistonning tog'larining orasiga traktor haydab, o'zlarini bor pasportlarini tojik qilib yuribdilar. Mana sizlarga nomus. Mana sizlarga hayo. Bu degani bu tojik boshqani orasiga urush solayotgan emas. Lekin meni hurmatimni joyiga qo'yish kerak. Men yashayotgan davlatga meni pasportimga qalliq yozilishi kerak. Men qalliqman. Nima men pasportimga o'zbek yozadi? O'zbek bu, qozoq bu, qirg'iz bu, qalliq bu, bular turk tiliga gapiraydigan millatlar. Bo'lsin kim o'zini qara qilib ketsa. Lekin meni pasportimga qalliq yozilishi kerak. Men vatlichi insonlar, men ko'timni, tilimni sotgan inson emasman. Men birinchi kun siyosatga kirib kelganimga, men qalliqman deb kirganman. Men ko'timni yoshirgan yo'qman, boshqalarga o'xshab men tojikman deb kirgan yo'qman. Men qalliqman deganman. Bilasizlar? Buni qalliq kimga kerakdi? Qanoq kimga kerakdi? Mana men qalliq deb kirdim. Xalq, Tojikiston hamma qabul qildilar-ku bu narsani. Birontasi aytmadi-ku, sen qalliqsan, sen kerak emassan. Mana shuncha odam, mana shu 6, 7, 8 yil bo'ladi, 10 yil bo'ladi. Mana shu siyosatga meni qo'llab kelyaptilar qalliqligim uchun. Aytmaydi-ku, sen qalliqsan, yo sen tamom kerak emassan deb. Bu narsa yo'q-ku. Nima uchun o'zlaring millatlaringdan uyotasizlar? Hali mana eshitdim shu Afg'onistonga ham bor ekanlar. Afg'onistonga ham bor ekan mana shu qalliqlar. Eshitishimcha mana shu Afg'onistonga ham mana shularni hujjatlariga, dokumentlariga qalliq deb yozishlari kerak ekan. Va shuni qilyotganlar, shuni qilayotganlar. Men bu narsadan to'g'risini aytay, ko'p bir mana shu ko'p xursand bo'lib ketdim mana shu narsadan. Ki mana shu bugungi mana shu hukumat, mana shu Tolib hukumati mana shu millatlarga hurmat qo'yayotibdi, millatlarga. Va har bir millatning o'zini huviyatini dokumentiga yozayotgani uchun men bu narsadan ko'p bir xursand bo'ldim. Qancha bo'lsa bo'lmasa Afg'onistonda qalliqlar ham o'zlarining huviyati uchun biz qalliqmiz degan. Biz o'zbek emasmiz, biz turkman emasmiz.
Biz qalliqmiz degan, o'sha talab qilgan hukumatidan bugun o'sha hukumati shuni qalliq deb yozmoqchi ekan o'sha pasportlariga ichiga, ya'ni millati qalliq deb. Meni yura qavmiyat deydi, qavmiyati qalliq deb yozar ekan. Men bu narsani eshitdim, to'g'risi ko'p xursand bo'lib ketdim. Ko'p xursand bo'lib ketdim, to'g'risi. Mana agar shu narsani qilsalar men mana shu yerdan osmonga davr rozi bo'laydim mana shu bugungi Afg'onistonning hukumatidan ki mana shuncha yillar boshqa millatlar o'shara hukumat qildilar, davlat qildilar, Afg'onistonning rahbarlari bo'lib ishladilar. Lekin qalliqni nima qilmadilar? Qabul qilmadilar. Mana shu hali biz bir tomondan hali besavod deydilar, bir tomondan devona deydilar, bir tomondan. Lekin shu insonlar kelib mana qalliqni huviyatini yo bir insonni bir qavmiyatiga ehtirom qo'yil bo'layotibdilar. Bu narsa men uchun to'g'risi bir aslan kutmagan edim bu narsani. Lekin eshitganimdan keyin men aytdimki, ben şu yerdan osmonga davr men roziman mana shu insonlardan xursandman. Mana O'zbekistonga bu o'zini o'zlari ham o'zbek demaykanlar, qalliqmiz deykanlar. O'zbek yozib qo'ygan. O'zini qalliq deykanlar. Xo'p. Nima uchun bularni O'zbekistonga qalliq yozmaysizlar bular? Qalliqni tarixini olib turib doira urib o'ynashdi, bilasizlarki biz qalliqlarni ovlodimiz deb. Qalliqni ovlodi bo'lsa, ana qalliqni tan ol, yoz uni pasportiga qalliqni. Qalliq deb yoz. Qalliqni tili o'lgan til deydi. Sen o'zing o'lgansan, qara o'lganni. Mana men gapiryapman-ku qalliq tiliga. Qalliq tili o'lgan deyib qo'y. Sen o'lgansan. Qalliq o'lgan emas, qalliqni tili ham o'lgan emas. Qalliqni tili tirik. Qalliqni bayrog'i ham tirik. O'sha uchun buni tan olinga. Mana Qirg'iziston tan olinga qalliqlarni, o'ram qalliqlar bu. Hozir ular o'zini qalliq deb biladi, o'zbek deb bilmaydi. Lekin sizlar ular pasportiga o'zbek yozib qo'ygansizlar. Ular aytadi biz qalliqmiz deydi. Nima bilan tan olmaysizlar? Biz sizlarni tan olayotdik-ku mana. Seni o'zbek deyotdik, busini qirg'iz deyotdik, busini qozoq deyotdik mana. Mana busini tojik deymiz, ana uni afg'on deymiz, 4-chingni Eron deymiz, 5-chingni turkman deymiz. Biz sizlarni tan olib o'tiribdik-ku. Yo sizlar zo'rsizlar, bizlarni tan olmaysizlar. Yo bir zo'rlik kerakdi. Yo qalliq aytgan zamona zo'rdiki tomoshasi ko'rdiki bo'lib o'tiribdi. Biz o'zi ko'rmiz sizlarni allaga endi. Sizlar xohlasanglar bizlarni tan olasizlar, xohlamasanglar tan olmaysizlar. Bu narsalar bilmaydi jo'ralar. Mana shunaqa qalliqlarim. Agar qochib yursang o'zlaring bilmayman, daraxtlarning tagiga, kim qarlarga qochib yursang, mana qalliqni gimni ham bu Osiyo osmoniga nima edi? Bir narsang bor edi. Osiyo og'ishiga o'lkan vataning yering bor edi deydi. Ey meni qalliq elim, ittifoq deydi. Ey meni qalliq elim, birlashgin. Mana shu qalliqni o'zini gimni ham bu. Lekin qalliq o'z huviyatini yo'qotgan. Bundan alın agar bizde ota bobolarimizni, o'sha bobolarimizni agar bilmadim, aytgan ediki, ke pasportingga mana tojik yozib beray, seni olib borib mana deputat qilamiz yo prezident bo'lasan degan edi. Bu bo'yin olmaydi-da, u bizning bobolarimiz. Mana men bobom bo'yin olmadi.
Biz qalliqmiz deydi. Bugungi kelib bu nasl kelib turib shunaqa o'zini sotib ketganlarki bu nasl. Hech aytaman. Bu nasl o'zini ham sotgan, tilini ham sotgan, millatini ham sotgan, hammani sotib ketganlar. Albatta ikkitasi, sen nima urushga ulamoqchisan deydi. Sen nima uchun urush qilishim kerakdi? Sabab bo'lish kerakdi urush qilish uchun. Ha? Meni huviyatimni qabul qilmasa, men talab qilsam va meni o'ldirmoqchi bo'lsa, значит u dushman, men uni bilan urush qilishim kerak. Nima qilishim kerakdi? Yotishim kerakda, jonim qayga qonib o'ladi-da bir kunmas bir kun o'lay senga deb shuni deb yotishim kerakdi. Dunyo o'zi urush, jonjol, dunyo o'zi talosh, dunyo o'zi hammasi mana shu. Yo'q narsadan bor bo'lganlar, bor narsadan yo'q bo'lganlar o'ylaysizlarga. Mana aynan bor narsadan qalliqdan yo'q bo'lganlar, yo'q narsalardan yig'ib o'zlarini millat qilib, mana biz bu millatmiz, yo mana bu millatmiz deb o'zlariga o'zlari millat tuzganlar. Kelgan. Men shu qalliqdan, boshqalardan yig'ilib kelib turib, mana shu bir bilmayman, bir millat bo'lgan. Shu uchun o'sha qolganini shu chenga davr, mana shu choqqa davr, mana shu o'z qalliqligini, o'z mana shu huviyatini mana saqlab kelgan qalliqlarga respekt, mana bularga respekt. U emaski men hozir ha qiziqda qarang. Men qalliq edim, bizlar qalliq ediklar, keyin bizda ota bu momolarimiz bulamasi nimalar qalliqlar. Neki men o'zbekman. Qizig'ini ko'rasizlar nimada? Qiziq gapdi. Ha? Biz avval qalliq edik, hozir o'zbekmiz. Nima uchun qalliq bo'lib qola olmading? Sabab nimada qalliq bo'lib qola olmading? Nima uchun avval qalliq eding, hozir o'zbek bo'lding? Ha, shu narsaga bir narsa men yodimga tushib ketdi. Bir kun bir kun mana shu yo'lli bo'yiga o'tirganmiz, uyda haliga o'sha daraxt tagiga. Keyin mana shu muchal bor ekan-ku, muchal deykanlar. Keyin mana shu muchaling nima desa, keyin bu sayt ekan, men muchalim tovuq deykan, bu sayt ekan, meni muchalim bilmayman. Mana u mana xullas shunaqa muchallar bor ekan, bilmayman. Unduk deykanlar, bilmayman. Nima degan muchallar bor ekan. Keyin men bir amakimning o'g'lining muchali tovuq ekan. Shuni qo'yaydim. Bir amakimning o'g'lining muchali tovuq ekan. Men to'g'risi muchallarga uncha nima qilmayman. Keyin seni muchaling nimada, seni muchaling nimada, seniki nimada, seniki nimada dedi. Keyin aytaverdilar, bu sayt meniki qo'y dedi, bu sayt meniki inak dedi, bu sayt meniki chichqon, bu sayt meniki pishak, o'zi meniki cho'chqa. Keyin aytdi, keyin o'sha amakim bir qizi ham o'sha bir tamas o'sha o'tirgan edi, ikkita uchta amakimning qizlari, meni opam o'tirgan edilar amasi o'shara. Keyin endi hammamiz birga o'tirganmiz o'sha uyda orqasiga daraxt tagiga. Keyin amakimning o'g'lini so'radi, seniki nimada desa, hali u o'ylanib qo'lida yoddan chiqib ekan. O'ylanib qo'lda saligina uni tanidan o'sha qiz ukasi javob berdi-da. Meni akam u yil tovuq edi, bu yil xo'roz dedi-da. O'sha aytgan, meni akam u yil tovuq edi, bu yil xo'roz dedi.
O'zi aynan shunog'im bo'layotibdi-da endi mana shu olib qarasang. Biz qalliq edik o'zi o'zbek bo'lganmiz. Ya bilmayman biz boshqa edik, hozir boshqa bo'lganmizlar. Nimaga o'sha o'z eski tarixni o'zlariga olgisi keladi. Lekin o'sha eski tarixni nomini olgisi kelmaydi o'ziga. Bilasizlar? Mana biz qalliqlar avlodi biz. Nega men o'zbekman? Nimaga qalliq avlodi bo'lsan, qalliq nomini olmaysan o'zingga? Nima uchun uni tarixini olgin keladi? Nima uchun uni nomini olmaysan sen o'zingga? Nimaga sen o'zingni men bilasizlar? Hali bunaqa gapda. Mana men aytsam bo'ladi. Men Xursandqul o'g'liman-u. Neki otam Haydar. Bu qanog'im bo'lyapti. Men Xursandni o'g'li bo'lsam, men Xursandqulni o'g'li bo'lsam, meni otam Haydarovich bo'lsam pasportimga. Meni asl otam bu, otchestvom boshqa, bu qanoq to'g'ri keladi bu narsa? Bu aslan to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Bu yolg'on bo'lib ketadi. Meni otam Xursandqul bo'lsa, men Xursandqul o'g'liman. Bilasizlar? Ya'ni bu narsalar to'g'ri kelmaydigan, saffadat qilmaydigan narsalarni olib o'zlariga ishlatadilar. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkinki, misol o'sha qalliqlarni o'sha nasllardan bo'lishlari mumkin. Lekin sen o'sha o'tib ketgansan, o'zingni sotib ketgansan. Agar sen da'vo qilsanki men misol falon tarix meniki desang, ben o'shani avlodiman men desang, bugun sen o'zing nomingni o'sha hisoblashing kerak. Men aytaman, men qalliqman. Men qalliq avlodlariman. Men qalliq tarixini bilmagan zamonimda meni qalliq deydim o'zimni. Qalliq nimaligini bilmaydim. Qalliq qayerdan kelgan bu nom, nima nomni? Men bu narsani bilmaydim, lekin men o'zim qalliq deydim. Bizlar qalliqlarmiz deydik. Bilasizlar? Va bugun ham biz o'zimizni qalliq deymiz. Biz hech vaqt aytmaymizki, anavi bilmayman, anavi falonini tarixi bizda tarixi ekan, yo busi. Yo, biz o'zimizniki o'zimizga kerak. Men o'zim bilmayman, agar hindus qilsam, men aytaman hindusni tarixi meniki deyman. O'sha hindus bo'lgan kunimdan aytaman-da. Shuning uchun buni bir narsani qadrlash kerak, bir narsani o'z joyiga qo'yish kerak. O'zimni sozlayman deb boshqalarning ustiga oyoq qo'yish kerak emas. Eng birinchisi, men ko'p ko'ramanki, insonlar o'zini katta ko'rsatish uchun, o'lkan ko'rsatish uchun boshqalarning ustiga oyoq qo'yib ketadilar-da. Bilasan? O'zi men aytmayman O'zbekxonning tarixi mening tarixim deb. Xo'p, menga tegishligi bo'lishi mumkin. Chunki tegishligi bu. Lekin meniki emas. Menga tegishligi bu. O'zbek tarixi O'zbekxondan chiqdi. Bo'ldi o'sha zamoniga o'zini tarixiga qo'shiladi. Lekin meni o'zim tarixim alohida bo'lishi kerak. Hali bir uyga kirasanku ustma-ustun yotmaysan-ku bir-biringning ustiga. Har bir tangni o'zini joyi bo'lishi kerak yotish uchun. Har bir insonning o'zini joyi bo'lishi kerak. Chiqib bir-biringning ustiga chiqib yotmaysizlar. Shu tarix ham shu bo'lishi kerak. Har bir inson o'z joyiga o'tirishi kerak. Yo avtobusga chiqib olib bir-biringning ustiga minmaysizlar-ku. Har bir insonning o'zini o'tirayotgan joyi bu. Qolganing tikka turasizlar. Bir-biringga g'am bermasdan. Qo'lling tikka turavergan. Odamlar ustiga chiqib ketmanglar. Odamlarning tarixlarini ustiga chiqib ketmanglar. Buzmanglar bir narsani. Bilasizlar, shu nota bir nota buzilsa, bir katta bir musiqa buzilib ketadi. Bilasizlar shuni. Bir nota buzilsa. Bilasizlar? Sizlar agar shu tarixni bir notasini buzsangiz, tarixni buzib yuborasizlar. Bo'lmaydi ekan, to'rtdan o'tirib bilmayman, bu bizniki, o'sha bizniki.
Shuning uchun jonlarim har bir tang o'zlaringni agar tarixni mana shu qalliqni bor shu tarixiga ishonasan, borligiga ishonyapsan. Bo deyapsan mana shuni. Bo'lmasa mana shu qalliqni o'zi ham bor. O'zi ham tirik. Nima O'zbekistonga desang, nima Qozog'istonga desang, nima Qirg'izistonga desang, nima Afg'onistonga, nima Tojikistonga, nima Turkmanistonga, qarga desang qalliqni o'zi bor tirigi. Ki bugunga davr o'z qalliq nomini saqlab kelyapti. Yo'zinga pasportlarga qalliq bo'lmasa. Yo'zinga g'ayrat qilsang, yo'zinga uni. Hozir e'lon qo'ygan kim toza qalliqda chiqsin, kelsin, aytsinki, mana shu chenga davr bizda ota bobolarimiz mana qalliq. Nima biladi qalliqdan, kelsin mana shu yerga aytsin. Mana o'zini qalliq bilsin, biz pasportiga qalliq yozamiz. Hozir marhamat qiling, g'ayratlaring bo'lsa. Nima O'zbekiston bo'lsin, nima Qozog'iston, Qirg'iziston, marhamat g'ayrat bo'lsa qiling, qalliqlarni yozing pasportlarga qalliq. Qoni qancha odam keladi? Keladi sizlarning allaga odam yo'q, kelmaydi. Mana shuni isbot qilib bering, ha. Xuddi mana shu O'zbekistonning o'ziga. Mana shu kelsin, kim qalliq bo'lsa, biz pasportiga qalliq yozib beramiz. Millatini qalliq deb beramiz. Qoni ovozga qo'ying, chaqiring, qancha odam keladi? Axirga Shavkat Miramonovich ham pasportni olib keladi, menikiga ham qalliq yozib bering. Shera hamma qalliq bo'lib ketdi, men qoldim deydi. Shuning jonlarim, ana jonlaring omon bo'lsin har bir talaring. Endi bizga ham o'zi mana gapirganga nima deydik? Ancha buncha qalliqni tili yog' bo'lib ketgan bizga ham. Bo'lgan sabablar ko'p bo'lgan. Sabablar ko'p bo'lgani SSSR vaqtiga bu narsani bilib turib Stalin yo'q qilgan. Keyin mana shu o'zbek tiliga bizni maktablarga bizni o'zbek deb o'zbek tiliga o'qitgan, to'g'risini aytaman. Bizda ota bobolarimiz hali ko'plari o'zi aytadiki, mana shu xuddi men o'zim ham kelganga, agar bizda otalarimiz ham maktabga o'sha o'zbek tiliga o'qiganga, ya'ni uyiga kelib turib o'zini o'sha qalliq tiliga gapiradi. Qalliq tili o'zbek tilidan farq qiladi, ko'p farq qiladi. Buncha yaqin emas, o'zim men gapirib o'tdim-ku, buncha yaqin emas. Nimaga deganga, biz shu o'zbek maktabiga keyin bizni o'qitib, mana shu tilni shaqa qarab surdilar-da. Shu tomonga qarab surdilar. Mana shu hozir gapirib o'tganimga qarab suruv keldilar. Bo'lmasa boshqa keladi. Mana bizlarni mana tog'larga yashaydigan bir qiziq narsani aytay. Biz shaharga yashaymiz, rayonga. Biz endi shahar tomonga yaqin yashaymiz, rayonga yashaymiz. Legal tuman deydi, nima deydi o'zbeklarga. Xullas shu shahar joyga. Ammo tog'larning orasiga bizda endi o'sha biz ota-ochalarimiz ko'chib kelgan endi bu tomonga qarab. Ular qolib ketganlari, xolalarim, balalari bor edi. Biz mana rayondan mana qalliq edik. Rayonning qalliqlari qishloqqa borsak edi, qishloqning qalliqlari bizni tushunmaydi, gapirayotgan gapimizni. Qalliq edik. Nega gapiraydik, ular tushunmaydi. Nimaga degan, biz maktab o'qiydik, ularga maktab yo'q edi. Ular o'sha o'zlarini mana shu qalliq tiliga, mana shu qalliqni, o'sha toza o'sha qalliqni mana shu mana biz hadi chaqirayotdi, hadi desak ularga, ular höde deydi, höde. Höde hayqiryapti. Biz chaqiradi desak, u hayqiradi deydi. Höde hayqiryapti deydi. Sen hayqiryapti höde deydi. Biz gapirsak edi, ular tushunmaydilar. Ular gapirgan ko'p gapini biz tushunmaydik. Bilasizlar, oramiz qancha edi? 25-30 kilometr oraga yashaydilar. Ko'p uzoq emas edi. Ular toqqa yashaydi, biz pastga havo rayonga yashaydik. 25-30 kilometr oramiz bor edi.
uzoq emas. Neki biz gapirganni ularni tushunmaydi bir xil joyini. Ko'p joyini bizlar bir-birimiz tushunmay qolaydilar bo'lsa. Bir xil bilmagan narsalarimiz keyin ochalarimiz, mana otalarimiz, bobolarimiz bular keyin tushuntirib beradi. Kelaydi. Bu nima deyapti? Keyin biz gapirsak ular perevod qilib beraydi-ki, mana bunday deydi. Ya'ni shu darajaga farq bor edi. Ya'ni biz shu darajaga bizni mana tilimiz sinib ketgan edi-da, xalq tili. Mana shu qishloqdan rayonni 30-25-30 kilometr oradagi mana shu masofa shuncha til singan edi. Chunki biz maktabga edik. Bizga ham tojik o'qitaydilar, ham o'zbek tilini o'qitaydi. Ikkita til bir maktabga edi. Bizni tillarimiz sinib ketdi-da, aralashib. U tog'larning orasiga qolganlarning tillari qolib ketdi. Hozir mana men ham gapirib o'tganim, bu ko'p siniq joyi ko'p. Tillik sinig'i ko'p. Tog'da orasiga yashaydigan hozir ham agar bo'lgan bo'la deydi. Bo'lalarim bo'lsa agar qalliq bo'lam. Hozir ular gapirsalar, ular aslan ham boshqa xilroq gapirib beradi sizlarga. Ya'ni so'zlar alishib ketadi ularga. Mana shunaqa bo'lgan joylarim. Yo'llaring omon bo'lsin. O'ylay sizlarga. Keyin qalliqda eng bir narsasi bu, qalliq erkaklatib gapiradi. O'ylay senga, ke qo'yag'ing tagiga o'ylay, aylanay sendan. Ke qonujonim, ke qoni aylanay sendan, o'ylay oyog'ing tagiga seni. Qalliqda mana shu eng bir shirin narsasi, qalliqda eng bir brendi dunyoga mana shu insondan kim bo'lsa bo'lmasa kelsa salom qilganga, salom alayk qilganga, omonlashganga deydi. Qalliqlar o'zi omonlashgan. Omonlashding deydi. Ana akangdan omonlashding. O'zi men salom alayk deyapman, ko'ryapsizlar. Mana shu sinib ketgan narsa. Mana qalliqlar esolomon salomlashgani esolomon deydi. Ko'p narsani men ham yo'qotganman. Men ham qalliq bo'lib turib, bugun yo'qotganman. Esolomonsan, aylanay sendan, ke qo'yag'ing tagiga o'lay. Ki bir insonni buni erkak qilib gapiradi. Ke qo'y aylanay sendan, hali hech nima bilmasdan ke qo'y aylanay sendan deydi. U kimsan, kim emassan, ke qo'yag'ing tagiga o'lay deydi, aylanay sendan, esolomonsan deydi. Omonlashding akangdan deydi. Ya'ni salom qiling deydi, omonlashding deydi. Bizda o'zimizda tili bor edi, bizda o'zimizda bir mentaliteti bor edi. Bugun yo'qolib ketdi. Bugun o'sha qolganini ham mana 4 ta 5 ta qolganlarni ham qochib o'zlarini pasportlariga tojik yozib. Men tojikim deb yuribdi o'shalarga, kim qarlarga bilmayman. Xuddi aytasan, endi qalliqda tindirdi. Hozir borib endi tojikda tindirib keladi. O'z millatini ko'p o'z millatiga obro' berdi, ko'p o'z millatini faxr bo'ldi bu. Hozir borib, ana endi tag'am hali Cristiano Ronaldo'dak hozir endi arab klubiga o'ynayotganda hozir qalliqlar tojik klubiga o'ynayotibdilar borib, o'zlarining pasportlariga tojik yozib olganlar. Tam ko'chaga ham o'tirsa, ikkita qalliq o'tirib turib tojiki gapiradilar. Balalaringdan tojiki gapiradilar. Bordim bir ikki marta uylariga bordim. Men shuncha yil shaharlarga, Yevropalarga, Qozog'istonga, boshqa davlatlarga yashab turib, dunyoning eng allin ketgan davlatlarga yashadim. Millionlab shansim bor edi, tilimni ham alishtirsam, mana dinimni ham alishtirsam, bilmayman, millatimni ham alishtirsam, boshqa millatlarga pasport ham olib ketishga shuncha shans menga turib, men shu choqqa davr mana qalliq tilimga gapiraman. O'zimni qalliqman deyman. Bir odam bilan ko'rsam qalliqman deb tanishtiraman. U bilmaydi nimaligini. Men tarixlardan olib kelib ko'rsatib, mana shu millatman, qalliqman deb tanishtiraman. Meni dunyoga, siyosat olamiga boshqa insonlarga, mana shu deputat boshqalar meni bir tojikistonlik qalliq deb biladilar. Bugun meni Arabistondagi do'stlarim meni qalliqsan deydi, qalliq deydi.
Men o'zim qalliq deb tanishtirganman. Bugun Arabistondagi insonlar, bilmayman, Yevropadagi insonlar, meni taniydigan odamlarki men o'tiraman bilalariga, ular qalliq millatini biladilar, qalliq millatini e'tirof qiladilar, hurmat qiladilar. Qalliq o'zini millatini hurmat qilmaydan pasportini alishtirib yurgan qo'chib. Nima deysan? Dunyo shu ekan jonlarim. Elaysilarga. Qochmagan nomard deydi. O'z qalliqliklaringni obod qiling. Endi bor o'zlaring tojik qiling, tojikni ham obod qilasizlar. Har bir gaplar bu endi aytsam qattiq tegib qolmasin deyman odamlarga. Mana shu kanizlar bor edi. Mana shu arab kelgandan keyin g'ulomlarni ko'p o'laydi, odamlarni nima qilib turib urushga yorib, xotinlarni kaniz olaydi. Oxirgi mana Amorat Buxoroni ham qarasak, bu Amorat deyman Buxoroni. Ya'ni qancha qizlari bor edi, kanizlari. Endi islom bo'yiga ulardan yotish, nikoh kerak emas edi, ijozat bergan, qaysidan xohlasang yotasan va xohlagan o'zini komandir o'sha nimalariga xizmat qilgan xizmatchilariga berishga haqqi bor edi. Bu xizmatchilari yotaydi u kanizlardan. Shular tug'aydilar, ko'payganlarda bular kam emas. Keyin mana shu sistema, kaniz degan sistema sinni. Bularni balalari haqqi yo'q edi. Bularni balalarini g'ulom sotaydilar. Sizlar tarixda bu ko'rsang hamma narsa bu meni gapim emas, bu tarix. Hali 4 ta mullo chiqib o'ltirib kelsin, sen tuhmat qilıyor. Bu tuhmat emas. Bu haq. Bu haqiqat narsa bu. Shuncha mana shu kanizlar bor edi. Bulardan allin o'sha 9-10 asrga arab bosib kelganga u zamonga kaniz olganlar. O'sha zamondan Toma Murad Buxoroga davr kanizlar bor edi. Shulardan nasllar tug'ilaydi. Murodga davr endi kamayib qolmadi, saligina kamaydi. Neki undan allin bir-biriga beraydi, sotaydi, bir-biriga hadya qilaydi. Mana bir padarka sifatiga beraydi qizlarni. O'zini g'ulomini kelsa mana shu, bu g'ulomingdan aylanay. Bu kanizingni kötü xishrik o'laysinga. Biza kötü yo'qdi senga? Yo'qdi. Shu kanizni bermaysan desa, ol jonim senga. Senga bo'ldi biror yaxshi kaniz desa, ko'rganing bor desa, aka barter bashna bash, usini menga ber, sen busini ol bo'ldi. Men busini yasharma tekkan. Alishtiraydi. Shulardan balalar tug'ilaydi. Bu balalar g'ulom sifatiga sotilaydi. G'ulom sifatiga ishlatiladi. Bularni bir odam sifati qabul qilmaydi. Kanizdan tug'ilgan haqqi yo'q edi, maktab bo'lsa haqqi yo'q edi, o'qisa haqqi yo'q edi. Shular keyin singandan keyin qaraga ketdilar mana shular. Qara ketdilar. Albattaki O'zbekiston tomonidan o'zbek pasportini olib ketdi. Tojikistonga qolgani tojik pasporti, Afg'onistonga qolgani afg'on bo'lib ketdi, Eronga qolgani Eron bo'lib ketdi. Boshqa joyga qo'yganlar, boshqa joyga. Ya'niki bular nima bo'ldilar? Bular bizlar orasiga ketdilar. Bilasizlar shuni? Salomat bo'ling. Jonlaring omon bo'lsin. Ana. Qalliqda har bir tang priznavat qilinga. Ishlaringa bo'lsak yozinga va mana xususan Qirg'iziston, Qozog'iston ki mana O'zbekiston, mana uchalaringdan 3 ta davlatdan ham men bir qalliq sifatiga, bir qalliq inson, bir qalliqda o'sha tarixidan, nomidan, o'sha naslidan kelgan insonman men, mana shu men qalliqman shuchingada. Va menga o'xshaydigan qalliqlar ham ko'p har joyga. Mana shu uchalaringning orasidan yo bu Qozog'istondan yo Qirg'izistondan men sizlardan yer so'rayman. Bir yer, bir avtonom oblastdan bo'lsa qalliq. Mana shu qalliq avtonom oblasti ham bo'lsa qalliqlarning nomiga, chunki qalliq bu turk tarixini bir sutumi, bir poyasi, bir asli, bir asosi turk tarixini. Va bu qalliq tirik, buni o'ldirmanga, yo'qotmanga.
Buni saqlash kerak bu nomni. Bu nomni tirikligini saqlash kerak. Men talab qilaman, yo bilmayman, Qozog'iston yer bersin, yo Qirg'iziston, yo O'zbekiston, yo uchalasini o'rtasidan shu granichniy zonadan ki uchisiga ham taliq bo'laydigan yer bo'lsa, ajratsinlar. Avtonom oblast, Qalliq avtonom oblasti, mana shu Qarga Afg'onistondagi Qalliq bo'ldi, O'zbekistondagi Qalliq bo'ldi, Tojikistondagi Qalliq bo'ldi. Bularni haqqi bu kelib o'z nomlariga bo'lgan yerga, Qalliq nomiga bo'lgan, Qalliq nomini olgan yerga kelib yashasınlar. Va men buni talab qilaman. Men borman, men buni talab qilaman. Men o'lgandan keyin bilmayman kim talab qiladi yoki o'zlarini borib pasportlarini hali alishtirib yuribdilar, sotadilar o'zlarini. Lekin men talab qilamanki, mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston, yo bilmayman, Qozog'iston bir oblastini Qalliq oblasti qiladi, bilmayman bir joyda, mana shu yerda. Yo Qirg'iziston bir oblastini Qalliq oblasti qiladi. Marhamat kelinga mana yashanga shu yerda deydi. Bizga farqi yo'q qarib bo'lsa. O'zimizni nomiga bo'laydigan bir yer bo'lsin. Yo uch davlatning o'rtasidan granichniy zonadan bu tomon Qirg'iziston, bu tomon Qozog'iston, bu tomon O'zbekiston o'rtasidan yer ajratilishini biz talab qilamiz. Qalliq nomiga yer ajratilishini. Chunki bizning ko'proq tariximiz hamamiz mana shu o'rtalarga bo'lgan. Mana shu o'rtalardan biz talab qilamiz. Salomat bo'linga, omon bo'linga jonlarim. Aylanay sizlardan hammalaringdan oyoqlaring tagiga yo'la eshitganlaring uchun. Har bir joyga bir qalliq bo'lsang, bir marta nomusingni yoqqin, qalliqligingni yodingdan chiqarmagin. O'zingni sotmagin. O'zini sotgan, millatini sotgan odam o'risisiga predatel bo'ladi. Sen predatelsan. Va predatel всегда predatel. Uning nasli predatel bo'ladi. Sen o'z naslingga predatel, Qalliq nomdan predatel nom olib o'tkazmoqchi bo'lsang, o'zing bu millatingni alishtiravergin. Salomat bo'ling, jonlaring omon bo'lsin.